Assalomu alaykum. Termiz davlat universiteti davlat o'quv xususlari kafedrasi tashabbusi bilan 2025-yil 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan yurisprudensiya ta'lim yo'nalishida birinchi kurs talabalari o'rtasida zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tdi. Ushbu intellektual o'yinning maqsadi yurisprudensiya ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish, ularda o'sha halollik hissini uyg'otish maqsadida ushbu intellektual o'yin tashkil etildi. Ushbu intellektual o'yin qizg'in bahs munozaralar shukuhida o'tdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni talabalarimiz juda ham qiziqish ortib bormoqda ushbu intellektual o'yinga bo'lgan munosabati va korrupsiyaga qarshi kurash borasida olib borilgan intellektual o'yinda o'yin natijalariga ko'ra yurisprudensiya ta'lim yo'nalishidagi talabalarimiz o'rtasida eng yaxshi natijaga erishganlari munosib taqdirlandi va ushbu taqdirlash marosimida o'zim ham ishtirok etdim va talabalarning o'sha intellektual o'yinga bo'lgan qiziqishlari juda ham balandligini va ular keyingi o'sha tadbirlarda korrupsiyaga qarshi kurash yoki boshqa o'sha davlat miqyosidagi tadbirlarda ishtirok etishlarini bildirishdi. Bundan tashqari yoshlarimizni o'sha korrupsiyaga qarshi kurashda mantiqiy fikrlash va ularni dunyoqarashi korrupsiyaga qarshi kurashni jadal suratda oshirishni yoshlarimizda o'z bilim va ko'nikmalarini oshirib borish kelajak uchun juda ham muhim qadam hisoblanadi.